Hovli izlab charchab ketdingizmi? Men siz uchun Saharniy sentridan Temurshoh restorani to'g'risidan kirganda mana shu yerga bitta 5 sotuqlik hovli chiqdi. Xudo xolasa videosini kechqurunga men joylab qo'yaman. Shunday darvozaxonadan kirganda mana shu chap qo'lda bitta, ikkita, uchta xonacha qo'ygan. Keyin mana bu ichkarida 1, 2, 3, 5 ta xonasi bor. Gollandskiy pechkalari bor. Prosta bu yerga anchadan beri hech kim yashamaganligi sababli salgina remont talab bo'lib turibdi. Bu yerga sanuzeli bo'ladi. Ariston, unitaz, vannasi bor. Va u yerga aytibdilarki, gaz plita, gaz, svet, suv bu yerga постоянно bor deyaptilar. Chunki bu yer sentr, shahar sentriga kiradi. Temurshoh restorani to'g'risida kirganda hovli 5 sotuq, rovna 5 sotuq, mana shu burchakda bitta hojatxonacha qilib qo'yganlar. Kim agar mana shuni olsa, bemalol mana shu burchakdan bitta 2 etajli qilib bitta uychani solsa, keyin mana bunisini buzib tashlab mashinani polni yer qilsa, vahsha dahshat. Ko'plar so'raganligi uchun mana shu xonani video qilishga qaror qildim. Yana kechqurunga xudo xolasa videosini ham joylab qo'yamiz. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Kim hovli so'rab yuribdi, o'shalarga tarqatib qo'yish esdan chiqmasin.